Agar siz 40 yoshdan oshgan bo'lsangiz, ota-onangiz 6-65 yosh atrofida bo'lsa yoki oilangizda pensiyaga yaqinlashayotgan inson bo'lsa, bu ma'lumotni kechiktirmay eshiting. Chunki bugun men oddiy odamlar ko'pincha e'tibor bermaydigan, lekin ertaga pensiya, nafaqa, ish staji, rasmiy daromad va hujjatlar masalasida juda katta muammoga aylanishi mumkin bo'lgan o'zgarishlarni tushuntirib beraman. Eng xavfli joyi shundaki, ko'pchilik hali vaqt bor. Pensiyaga chiqsam o'shanda to'g'rilayman deb yuradi. Ammo amalda ko'p masalalar pensiya yoshiga yetgandan keyin emas. Undan ancha oldin tayyorlab qo'yilishi kerak. Men sizga vahima sotmoqchi emasman. Men mutaxassis sifatida real hayotda odamlar qayerda adashayotganini, yangi tartiblar nimani anglatishini, kimlar hozirdan hujjatlarini tekshirtirishi kerakligini va qanday qadamlar qo'yish lozimligini sodda qilib tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki aynan oxirida men sizga amaliy ro'yxat beraman. Qayerga borish, qanday hujjatlarni yig'ish, arizada nimalarni yozish, qaysi xatolardan qochish kerak. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni bilmagan odam ertaga o'z haqqini olish uchun oylar davomida eshikma-eshik yurishi mumkin. Avval odamlar ko'p narsani qog'oz orqali hal qilardi. Mehnat daftarchasi bor, ish joyidan ma'lumotnoma bor. Arxivdan bir parcha qog'oz topilsa, ko'p masala yechilardi. Kimdir kolxozda ishlagan, kimdir zavodda ishlagan, kimdir savdoda yurgan, kimdir yillar davomida norasmiy ishlagan. O'sha paytda ham rasmiy ishlayapmanmi? Pensiya jamg'armasiga to'lib ketyaptimi? Stajim bazaga tushyaptimi deb tekshirib o'tirmagan. Hozir esa davlat tizimlari tobora elektronlashyapti. Pensiya, nafaqa, ish staji, soliq, ish haqi, bandlik, tibbiy ma'lumot, fuqarolik holati, mulk va boshqa ko'plab ma'lumotlar turli bazalar orqali solishtiriladi. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, endi men ishlaganman, hamma biladi degan gapning o'zi yetarli bo'lmaydi. Tizim sizning ish stajingizni, rasmiy daromadingizni, to'langan badal yoki soliqlarni, hujjatlaringizdagi moslikni ko'rishni xohlaydi. Eng katta muammo 40-65 yosh oralig'idagi odamlarda chiqadi. Nega aynan shu yoshdagilar? Chunki 40 yoshdan keyin inson pensiya haqida o'ylashni boshlashi kerak. 70 yoshdan keyin hujjatlarni tartibga keltirish shart. 60 yosh atrofida esa vaqt juda qisqarib qoladi. 65 yoshdan oshganlar esa ko'pincha allaqachon pensiyada bo'ladi. Lekin ularning pensiyasi noto'g'ri hisoblangan bo'lishi, ayrim stajlari kirmay qolgan bo'lishi yoki qayta hisoblash imkoniyati bor bo'lishi mumkin. Oldin ko'pchilik pensiyaga chiqadigan paytimda pensiya jamg'armasiga boraman, o'sha yerda hammasini aytishadi deb o'ylardi. Hozir bunday yondashuv xavfli, chunki biror korxona yopilgan bo'lsa, arxiv yo'qolgan bo'lsa, ish haqidagi ma'lumot topilmasa, familiya yoki tug'ilgan sana hujjatlarda boshqacha yozilgan bo'lsa, masala cho'zilib ketadi. Eng yomoni siz ishlagan yillar stajga kirmay qolishi. Pensiya miqdori kutganingizdan kam chiqishi mumkin. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Men amalda ko'p uchraydigan holatni tushuntiryapman. Inson 25-30 yil ishlabman deb o'ylaydi. Ammo elektron tekshiruvda 17-15 yil rasmiy staj chiqadi. Nega? Chunki ayrim yillarda u norasmiy ishlagan, ayrim joylarda maosh konvertda berilgan, ayrim korxona hujjatlarini topshirmagan. Ayrim yillarda mehnat daftarchasida muhr noto'g'ri bosilgan yoki buyruq raqami yozilmagan. Asosiy kesimlar kimlar xavotir olishi kerak, kimlar unchalik xavotir olmasa ham bo'ladi birinchi navbatda. 40 yoshdan oshgan va hozirgacha bir necha joyda ishlagan odamlar o'z stajini tekshirtirishi kerak. Masalan, siz 1998 yildan 2005 yilgacha kichik korxonada ishlagansiz, keyin 2006 yildan 2012 yilgacha bozorda savdo qilgansiz. 2013 yildan keyin esa yana rasmiy ishga kirgansiz. Siz o'zingizcha men 25 yildan beri mehnat qilaman deb o'ylaysiz. Lekin tizimda faqat 1998, 2005 va 2013 yildan keyingi davr ko'rinishi mumkin. Bozordagi savdo davri. Agar rasmiy ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, soliq to'lamagan bo'lsangiz yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida yuritilmagan bo'lsa, pensiya stajiga kirmasligi ehtimoli bor. Ikkinchi guruh ayollar, ayniqsa farzand tarbiyasi, dekret ta'tili, uyda bola bilan o'tirgan davr, vaqtincha ishlamagan yillar bo'yicha savollar ko'p bo'ladi. Ayol kishi 20 yoshda ish boshlagan, 3 nafar farzand ko'rgan, har birida ma'lum vaqt ishga chiqmagan bo'lishi mumkin. Bu davrlarning qaysi biri stajga qo'shiladi?
Qaysi biri qo'shilmaydi? Qanday hujjat kerak? Buni oldindan tekshirish zarur. Tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, nikoh hujjatlari familiya o'zgargan bo'lsa, fadya ma'lumotlari juda muhim bo'ladi. Chunki bir joyda familiya Karimova, boshqa joyda Qarimova yoki otasining ismi bir harf farq bilan yozilgan bo'lsa, tizim buni boshqa shaxs deb ko'rishi yoki qo'shimcha tasdiq talab qilishi mumkin. Uchinchi guruh chet elda ishlaganlar. Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda yillar davomida ishlagan odamlar ko'p. Ammo men chet elda 10 yil ishladim degan, gap avtomatik ravishda O'zbekistonda pensiya stajiga qo'shiladi degani emas. Bu yerda davlatlararo kelishuvlar, rasmiy ishlaganlik, to'langan badallar, hujjatlarning tarjimasi va tasdiqlanishi kabi masalalar bor. Masalan, bir fuqaro 2008-2017 yillarda Rossiyada qurilishda ishlagan, lekin rasmiy shartnomasi ishlagan bo'lsa, bu davrni isbotlash qiyin bo'ladi. Boshqa fuqaro esa rasmiy ish shartnomasi bilan ishlagan, sug'urta badallari to'langan, hujjatlari bor. Ikkinchi odamda imkoniyat ancha yuqori. To'rtinchi guruh fermer xo'jaligi, kolxoz, shirkat, qurilish brigadasi. Mavsumiy ishlar, xususiy ustaxonalarda ishlaganlar. Bu sohalarda hujjatlar doim ham mukammal yuritilmagan. Masalan, odam 1995-2002 yillarda qishloq xo'jaligida ishlagan, lekin mehnat daftarchasida faqat ishga qabul qilingan sana bor, ishdan bo'shagan sana yo'q. Yoki muhr xira, rahbar imzosi tushunarsiz. Bunday holatda arxiv ma'lumotnomasi, buyruq nusxasi, ish haqi vedomosi kerak bo'lishi mumkin. 5-guruh norasmiy ishlayotganlar. Men ayniqsa kattimi 25 yoshdagi odamlarga alohida aytaman. Bugun qo'lingizga 5 million so'm naqd olayotgan bo'lsangiz, lekin rasmiy maoshingiz 20 million deb ko'rsatilsa, yoki umuman rasmiylashtirilmagan bo'lsangiz, ertaga pensiya hisobida sizning real mehnatingiz ko'rinmaydi. Ish beruvchi bugun sizga, aka, shunaqa ishlayveramiz, hammasi yaxshi deyishi mumkin. Lekin 10 yildan keyin siz pensiya so'raganingizda u ish beruvchi yo'q bo'lishi, korxona yo'q bo'lishi, hujjatlar topilmasligi mumkin. Endi kimlar unchalik xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar siz uzoq yillardan beri rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, maoshingiz to'liq rasmiy ko'rsatilsa, elektron mehnat daftarchangizda yozuvlar to'g'ri bo'lsa, soliq va ish haqi ma'lumotlari bazada aks etsa, hujjatlaringizda ism familiya mos bo'lsa, sizda xavf kamroq. Ammo bu umuman tekshirmasangiz ham bo'ladi degani emas. Chunki hatto rasmiy ishlagan odamlarda ham xato chiqadi. 1 yil kiritilmagan, lavozim noto'g'ri yozilgan, ishga qabul qilish sanasi tushmagan, pasport almashganda ma'lumot bog'lanmagan bo'lishi mumkin. Hayotiy misol keltiraman. 28 yoshli erkak kishi 3 yil ishladim deb pensiyaga tayyorgarlik ko'rmoqda. Tekshiruvda 24 yil 6 oy staj ko'rinadi. Qolgan 5,5 yil u ishlagan korxona 2000 yillarda yopilgan, arxivga hujjat topshirmagan. Agar u buni pensiyaga chiqishidan 2 oy oldin bilsa, juda qiynaladi, arxiv qidiradi. Sudga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Guvohlar kerak bo'lishi mumkin. Ammo u ehim yoshida tekshirilgan deydi. 8 yil vaqt bo'lardi. Hujjatlarni sekin-asta yig'ib olardi. Yana bir misol. 52 yoshli ayol 3 farzand onasi. Mehnat daftarchasida eski familiyasi, pasportida yangi familiyasi, nikoh guvohnomasi yo'qolgan. Pensiya hujjatlarida familiya farqi sababli ayrim ish yillari bog'lanmayapti. Muammo katta emasdek tuyuladi. Lekin FHDYodan takroriy guvohnoma olish, ma'lumotlarni moslashtirish, arizlar yozish vaqt oladi. Shuning uchun buni oldindan qilish kerak. Eng birinchi nozik joy, mehnat daftarchasi borligi har doim ham yetarli emas. Ko'p odam daftarchamda yozuv bor demak bo'ldi deydi. Ammo yozuv qonuniy talabga mos bo'lishi kerak. Ishga qabul qilish buyrug'i, ishdan bo'shash buyrug'i, sana, lavozim, muhr imzo bo'lishi kerak. Agar yozuv o'chgan, ustidan tuzatilgan, muhr bosilmagan bo'lsa, qo'shimcha hujjat so'ralishi mumkin. Ikkinchi nozik joy, rasmiy ish haqi pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Ba'zi odamlar staj bo'lsa bo'ldi deb o'ylaydi. Yo'q, faqat staj emas. Rasmiy daromad ham muhim. Agar siz 10 yil yaxshi pul topgan bo'lsangiz, lekin rasmiy maoshingiz juda past ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya hisobida ham shu past ko'rsatkichlar aks etishi mumkin. Bugun ish beruvchi bilan maoshimni rasmiy qiling deb gaplashish uyat emas. Bu sizning kelajakdagi huquqingiz. 3-nozik joy, qarzdorlik va ijro hujjatlari. Ayrim hollarda aliment, kredit sud qarori, jarima yoki boshqa majburiyatlar bo'yicha ijro jarayonlari bo'lishi mumkin.
Bu pensiya tayinlanishini to'liq bekor qila degani emas, lekin to'lovlardan ushlab qolish, karta bloklanishi, mablag' kelib tushganda yechib olinishi kabi holatlarga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiyaga yaqin odam o'zining ijro qarzdorliklarini ham tekshirtirishi kerak. 4-nozik joy, bir xil ism familiyali odamlar. Masalan, bir mahallada 2 nafar Abdullayev Bahodir Karimovich bo'lishi mumkin. Agar tug'ilgan sana, pasport yoki JSSHIR ma'lumotlar bazalarida noto'g'ri bog'lansa, chalkashlik paydo bo'ladi. Shuning uchun shaxsiy identifikatsiya raqami, pasport ma'lumotlari, tug'ilgan sana va familiya yozilishi hamma joyda mos bo'lishi kerak. 5-nozik joy, arxivlar. Ko'pchilik arxivga faqat oxirgi bosqichda boradi. Aslida eski korxonada ishlagan bo'lsangiz, ayniqsa korxona yopilgan bo'lsa, arxivdan ma'lumotnoma olishni oldindan boshlang. Arxiv javobi tez kelmasligi mumkin. Ba'zan hujjat boshqa tuman arxivida, viloyat arxivida yoki tashkilotning voris korxonasida bo'ladi. Ba'zan nomi o'zgargan bo'ladi. Masalan, avval avtokorxona 3 bo'lgan, keyin transport servis bo'lgan, keyin xususiylashtirilgan. Siz arizada eski nomini ham, taxminiy yillarni ham, lavozimingizni ham ko'rsatishingiz kerak. 6-nozik joy. Pensiya tayinlangandan keyin ham qayta hisoblash mumkin bo'ladigan holatlar bor. Masalan, keyinchalik qo'shimcha stajni tasdiqlovchi hujjat topildi yoki ilgari hisobga olinmagan ma'lumot aniqlashtirildi. Bunday vaziyatda odam endi kech bo'ldi deb o'tirmasligi kerak. Pensiya jamg'armasiga ariza bilan murojaat qilib, qayta ko'rib chiqishni so'rashi mumkin. Albatta, har bir holat alohida tekshiriladi, lekin hujjat bo'lsa, imkoniyat bor. 7-nozik joy. Ijtimoiy nafaqalar va moddiy yordamda oilaning daromadi ham, mulki ham, rasmiy holati ham tekshirilishi mumkin. Ba'zi odamlar mening daromadim yo'q deydi, lekin nomida avtomobil, yer, uy, tadbirkorlik, bank aylanmasi yoki boshqa ma'lumotlar chiqadi. Bu yordam berilmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababli hujjat topshirishdan oldin oila tarkibi, ro'yxatda turgan shaxslar, daromadlar, ajrashganlik, aliment, nogironlik, ishsizlik kabi ma'lumotlar to'g'ri aks etganini tekshirish kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, JSSHIR. Tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh yoki ajrim hujjatlari, familiya o'zgargan bo'lsa, buni tasdiqlovchi hujjatlar bir joyda bo'lsin. Ayollar, ayniqsa qiz familiyasi va turmushdagi familiyasi bo'yicha barcha hujjatlarni solishtirsin. Ikkinchi qadam, mehnat faoliyatingiz ro'yxatini o'zingiz yozib chiqing. Oddiy daftar oling va yillar bo'yicha yozing. Qaysi yilda qayerda ishladingiz? Korxona nomi nima edi? Lavozimingiz qanday edi? Taxminan qachon kirdingiz? Qachon chiqdingiz? Hatto aniq sanani eslamasangiz ham yilini yozing. Masalan, 1997-2000 yillar. Tuman paxta tozalash zavodi, hisobchi yordamchisi. 2002-2006 yillar, xususiy do'kon, sotuvchi. 2007-2011 yillar, maktab, xo'jalik mudiri. Shu ro'yxat keyin arxiv va pensiya jamg'armasi bilan ishlaganda juda asqatadi. 3-qadam, elektron ma'lumotlarni tekshiring. Maybotgov.uz orqali yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga borib, mehnat faoliyatingiz, bandlik ma'lumotlari, soliq va rasmiy ish haqi bilan bog'liq ma'lumotlarni tekshirish imkoniyatlarini so'rang. Agar elektron mehnat daftarchangizda xato bo'lsa, ish beruvchi orqali tuzatish masalasini ko'taring. Hozir ishlayotgan joyingiz kiritilmagan bo'lsa, kadrlar bo'limiga yozma murojaat qiling. 4-qadam, eski ish joylaridan ma'lumotnoma oling. Korxona hali mavjud bo'lsa, kadrlar bo'limidan ishga qabul qilingan va ishdan bo'shagan sanalar, lavozim, buyruq raqamlari, ish haqidagi ma'lumotnomani so'rang. Agar korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Arizada quyidagilarni yozing. To'liq ism familiyangiz, tug'ilgan sanangiz, o'sha davrdagi familiyangiz, korxona nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, qanday ma'lumotnoma kerakligi. Pensiya tayinlash uchun ish staji va ish haqi bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 5-qadam, norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, bugundan rasmiylashtirishni talab qiling. Men tushunaman. Hayot qiyin, odamlar ishimni yo'qotib qo'ymay deb jim yuradi. Lekin 10 yil norasmiy ishlash kelajakda katta zarar. Ish beruvchidan mehnat shartnomasi, rasmiy buyruq, rasmiy maosh, soliq to'lovlari bo'yicha aniqlik so'rang. Agar yakka tartibda ishlayotgan bo'lsangiz, tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish,
Soliq rejimini to'g'ri tanlash. To'lovlarni vaqtida qilish masalasini o'rganing. 6-qadam pensiya 3-5 yil qolgan bo'lsa, albatta oldindan maslahat oling. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga boring yoki davlat xizmatlari markazi orqali ma'lumot oling. Mening mavjud stajim bo'yicha oldindan tekshiruv qilishni xohlayman. Qaysi hujjatlar yetishmayapti deb so'rang. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Imkon bo'lsa yozma murojaat qiling, javobni saqlab qo'ying. 7-qadam qarzdorliklaringizni tekshiring. Majburiy ijro byurosi, soliq organlari, bank kreditlari, aliment, jarimalar bo'yicha holatingizni aniqlang. Agar qarzdorlik bo'lsa, uni hal qilish rejasini tuzing. Chunki pensiya kartangizga mablag' tushganda kutilmagan ushlab qolishlar bo'lishi odamni juda qiyin ahvolga soladi. 8-qadam ota-onangiz hujjatlarini ham tekshirib bering. Ko'p keksa insonlar internetdan foydalana olmaydi. Ariza yozishni bilmaydi, qaysi idoraga borishni tushunmaydi. Agar ota-onangiz pensiyada bo'lsa, ularning pensiya miqdori to'g'ri hisoblanganmi, barcha stajlari kirganmi? Nogironlik, o'quvchisini yo'qotganlik, parvarish, imtiyozli toifalar bo'yicha huquqlari bormi? Shuni tekshiring. Ba'zan odam yillar davomida olishi mumkin bo'lgan imtiyozni bilmay yuradi. 9-qadam. Hujjatlarni suratga olib, elektron nusxa qiling. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, guvohnomalar, buyruq nusxalari, diplomlar, harbiy bilet, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari. Nikoh hujjatlarini telefoningizga rastga olib qo'ying, alohida papkaga joylang. Lekin asl nusxalarni ham ehtiyot qiling. Namlik, yong'in yo'qotish, ko'chib payti hujjatlar yo'qolib ketishi mumkin. 10-qadam. Kimdir sizga pul ber, pensiyangni ko'paytirib beraman desa ehtiyot bo'ling. Qonuniy yo'l hujjat bilan bo'ladi. Soxta ma'lumotnoma, soxta staj, yolg'on ish haqi keyinchalik katta muammo tug'diradi. Pensiya noto'g'ri tayinlangan deb topilsa, ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarish talabi chiqishi mumkin. Shuning uchun faqat rasmiy idoralar qonuniy arizalar va haqiqiy hujjatlar bilan ishlang. Men yana bir muhim narsani aytaman. Har bir oilada pensiya papkasi bo'lishi kerak. Bu kulgili tuyulishi mumkin, lekin juda foydali. Ota-ona, xotin uchun alohida fayl. Ichida pasport nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomalari, nikoh va tug'ilganlik hujjatlari, diplom, harbiy bilet, nogironlik hujjati bo'lsa, shularning barchasi tartib bilan saqlansin. Ertaga biror idoraga borganingizda uyda qolibdi, topolmayapman, yo'qolgan ekan deb qiynalmaysiz. Bugun men sizga aytmoqchi bo'lgan asosiy fikr bitta. Nirtimlari 6 yosh oralig'idagi odamlar pensiya va ijtimoiy huquqlar masalasini oxirgi kunga qoldirmasligi kerak. Hozir tizimlar elektronlashyapti. Ma'lumotlar bazalar orqali tekshiriladi. Staj va daromad masalasida hujjatning ahamiyati yanada oshyapti. Siz ishlagan bo'lishingiz mumkin, lekin buni tasdiqlovchi ma'lumot bo'lmasa, muammo chiqadi. Siz yaxshi maosh olgan bo'lishingiz mumkin, lekin rasmiy ko'rsatilmagan bo'lsa, kelajakdagi pensiyangizga ta'sir qilishi mumkin. Vahima qilish kerak emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Bugunoq hujjatlaringizni ko'rib chiqing, ish stajingizni yozib chiqing, elektron ma'lumotlarni tekshiring, eski ish joylari va arxivlardan ma'lumot oling, ota-onangizga yordam bering. Eng muhimi, har bir murojaatni rasmiy qiling va javoblarni saqlang. Sizningcha odamlar pensiya hujjatlarini qachondan tayyorlashni boshlashi kerak? Ko'rtim yoshdanmi, yoshdanmi yoki pensiya yaqin qolgandami? Fikringizni izohlarda yozing. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni bugun bilgan odam ertaga o'z haqqini ancha oson himoya qiladi.